Assalomu alaykum arzoncharo obunachilari, bugungi xudo xolasa zot yo'nalishiga boqaman deganlarga ozmuncha zo'rg'a olib kelib qo'ydik. Assalomu alaykum arzoncharoning obunachilar. Obunachilar, xudo xolasa sementalga gibrid deysizlarmi, shved deysizlarmi, rossiyskiy poroda deysizlarmi, xudo xolasa arzon Sardar aka olib qo'ygan. Namangan To'raqo'rg'on saroyda 2026-yil 25-iyun haftani shanba kunida video syomkalarimiz bo'lyapti. Xudo xolasa ko'chani bo'yida bu taraf Jamashudan kelish, xudo xolasa bu taraf Namangan shahardan kelish. Xudo xolasa Sardar akamdan narx-navolarni so'raymiz. Assalomu alaykum. Sardar akamiz yaxshimi? Sardar aka, xudo xolasa bugunga nechi bosh? Aka, bugunga 6 bosh. 6 bosh. Chiroyli qilib narxini qilib berasiz. Xudo xolasa qaysidan boshlaymiz aka? Boshlayveramiz aka, farqi yo'q. Bo'ldi. Bittadan qo'yamizmi? Ha, aytib ketaveramiz aka. Bo'ldi, bitta ushab obzorlarni qilaveramiz, bitta-bittadan. Xudo xolasa obunachilar, rossiyskiy porodani ferminniy variantidan so'ragan obunachilarimiz ostlari ideal holatda ekan. Xudo xolasa bo'ylari 90 chiqaveradi-ya. Shunaqa aka, 90 plus minus. Yosh oyliklari? Yosh oyliklari aka 3 oylik. 3 oylikka olishaveradi. Yeb ichishi qancha garantiyasi bor? Sizga aka bir haftasiga garantiyasi. Qayergacha dostavkasi bor? Toshkentgacha qilib berasiz. Xudo xolasa rangi ideallaridan, xudo xolasa shvedlari zo'rlaridan. Narxini chiroyli qilib qo'yib beraman deb chaqirgansiz. Aka, narxini chiroyli qo'yib beraman. Kanalingizni yangiman, xudo xolasa. Aka, narxini yakkalab aytamiz-da. Bitta qo'yib beraveramiz. Aka, men molni ko'rsatingda. Aha. Mana shu molda ham aka orqa oldi bor molda. Ha, kelajagi bor ekan hammasini. Aka, ne qarang. 11.700.000 so'mdan qilib beraman mana shu molni aka, ko'rsating. Bunisimi, narigisinimi? Ha, buni aka. 11.700.000. Mayli ekalasi ham 11.700 dan ketaveradi aka. 11,5 million so'mdan ketaveradi, bor aka. Telefon qilasizdan 11,5 million so'mdan ketaveradi, telefon qilsa bor akasi. Obunachilar 11,5 million so'mdan aloqaga chiqib layikni bosib qo'yasizlar. Shuni ham shu ko'rsataylar bitta. Bo'ldi aka. To'qol variantidan so'ragan obunachilarimiz shu haqi yo'q ekan, xudo xolasa. Avlikolga shved chochishganmi? Oslan, qarang obunachilar, xudo xolasa sigir qo'ygan obunachilarimizga ham xudo xolasa bo'laveradi. Tavsiya qilaman, xudo xolasa obunachilar. Narxi arzon bo'ldi, lekin mana shu mollarni bozordan ham hamma joydan arzon bo'ldi. Jiyanim o'tib mashlar to'sib turasan endi. Xudo xolasa keyingisiga qaysi qo'yib beramiz? Mana qo'yib beramiz aka. Bo'ldi aka, bitta ushlab ko'rsatamiz. Obunachilar, mana qaranglar. Mashalloh, shved tarixiy tozasidan so'ragan obunachilarimiz. Ostlarini nima deyapti obunachilar? Rossiyskiy shved. To'qol variantda. Hammasi to'qol keladi Sardar aka? Hammasi to'qol. Yosh oyliklari? Aka, bular 4 oylik aka. 4 oylik. Orqa korobkalari stakan tuyoq, haqiqiy zo'radan, oq quloq, oq tumshuq. Mana qarang aka, bashiralar. Bahbaqalari ham zo'r ekan Sardar aka. Xolasa molda aybi yo'q aka. Qayerda dostavkasi bor? Buni ham Toshkentgachami? Toshkentgacha qo'yib beramiz dostavkasini. Yeb ichiga qancha garantiyasi bor? Garantiyasi bor. Narxi nechi pul? Aka, bu narxini aka siz kanalingizdan telefon qilsa, Aha. xudo xolasa 13 millionga chiqarib beramiz. 12 million 500 ming pul berishadi. Yo'q aka, ungacha qiynalaman. 12 million 800 ming so'm pul berishadi, 200 ming tashlab berasiz. Telefon qilsa xayra qilib berasiz. Bor aka. Obunachilar 12 million 800 ming so'm. Oldi orqasi bir xoladan. Xudo xolasa sigirga ham haqiqiy aytadiganlar. Aka, yana ikkinchisiga qaysi? Aka, mana shuni to'rtinchisiga. Zotgaman aka, xudo xolasa. Obunachilar nasl qilib olaman degan obunachilarimiz. Mashalloh, ozgina shoqi bor ekan. Qari korobkalarga e'tibor beringlar obunachilar. Xudo xolasa to'xtab turing, bitta ostini ko'rsataylik. Haqiqiy o'ynoqlab turganidan. Mana qarang obunachilar, to'ttasi 4 yerda degan so'ragan obunachilarimiz. Mana qarang aka, sementalga gibridi tozasidan ekan aka. Buni ishqibozlari boqadi. Ishqiboz chiqqa. Moling bormi desa, bor degani. Kindikli variantidan, stakan tuyoq, oyoqlari yo'g'on. Qayergacha dostavkasi bor aka? Hammasini Toshkentgacha dostavkasini qilib beraman. Yeb ichiga bir hafta garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Bo'ylari 90 kelaveradi obunachilar, xudo xolasa. Tavsiya qilaman, mana shu molni olib, maza qilib baraka topsa, xursandsiz. Xudo xolasa men xursand bo'laman. Narxi qancha? Aka, narxini ko'p qo'ymaymiz-da biz. Oz qo'yamiz, yengil qilib aytamiz. Xudo xolasa buni 12,5 ga chiqarib beraman. 12 million 200 mingga chiqarib berasiz. Bor aka. 12.300 ga chiqarib beraman, telefon qilsa barakasi. Bor aka. Obunachilar 12 million 300 ming so'mga aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa. 12 ni pastda ish bitadi. Telefon qilib. Qarang, to'g'risini ayting-da. Obunachilar kommentariy yozsin. Bozorda arzon bo'lyaptimi, qimmat bo'lyapti? Arzon bo'lyapti aka bozorda. Shuni yozib ketsa, bo'ldi. Mana ham shu ancha aka. Jang kuching yetmaydi unga. Arqonga tushmagan ekan. Shved haqiqiy original obunachilar, ferminniy varianti. 26 60 obunachilar.
Ozgina shoqi bor ekan, endi oyoqlari ham bor ekan. Bu aytmas ekan, mol bo'lgan Ha, shoqi bo'ladi. Ostini qarang, obunachilar. Xudo xolasa haqiqiy zo'r ekan. Baxbaqalarga e'tibor beramiz. Kalla boshlari, xudo xolasa bo'ylari 95 primerni kelaveradi. Orqa korobkalari ham zo'r ekan. Yosh oyligi 4,5 5 oylik bo'lsa kerak ekan. 5 oylik, 4,5 oylik olishaveradi. Xudo xolasa Sardar akamiz qo'chqor sotanlar, bular ja tushunolmaysiz a? Tushunolmayman endi. Yangi olib kellang. Ha, yangi olib keldik. Assortiment qilib. Assortiment qilib. Narxi. Narxini aka bitta gapiraman, tushadigani yo'q ekan. Shunchasidan tushib berdim, xudo xolasa. Buni aka chiroyli. Shu berasiz. 13 million 200 ming so'mga chiqarib beraman. 13 millionga tekisga chiqarib berasiz. Bor aka. Barakasini bersin. Obunachilar 13 million so'mga aloqaga chiqinglar, yurakchani qizartirib, like bosib, kanalga obuna qo'yish esdan chiqmasin. Aka oqidan so'ragan. Avlik oldi, haqiqiy original. Orqa korobkalari ham zo'r ekan. Ostlari ham zo'r ekan. Qo'yaverib polvon. Bo'ylari 95 primerni kelaveradi, qarang obunachilar. Orqa oldi bir xaladan, zo'radan so'ragan obunachilarimiz. To'qolmi aka bu ham? To'qol aka. Mana ozgina shoqi bor ekan. Bu ham oyoq qo'llari haqiqiy yo'g'on ekan obunachilar. Fermadan chiqqan shikli hammasi. Baxbaqalarga e'tibor beringlar obunachilar. Narxi. Aka narxini 13 million 400 ming so'mga chiqarib beraman aka. 13 million so'mga 400 ming o'tib berasiz endi. 13 million so'mga bor aka. 13 million 200 ga chiqarib beraman aka. 13 million so'mga bor aka. Bor aka. 13 million so'mga aloqaga chiqinglar, yurakchan qizartiringlar. Xudo xolasa haqiqiy zo'rlari arzon chorvadi. Aka qo'ylar qo'yamizmi, qo'ymaymizmi? Aka qo'ylarni ham qo'yamiz. Xudo xolasa Hammasidan bor aka. hammasidan assortiment bor aka. Endi qo'yga qiziqadiganlar ham, molga qiziqadiganlar ko'radi-da signalingizda. Aha. Bunda aka u qo'ylarimiz xudo xolasa qirg'iz qo'ylari. Qirg'izistondan o'tgan. Qirg'izistondan o'tganmiz. Aha. Xudo xolasa yeb ichsin. Bo'ylari necha? Bo'ylari 75 plus minus. 75 plus minus. Xudo xolasa juni olingan holati yosh oyliklari Aka 7-8 oylik. 7-8 oylik. Xudo xolasa Bo'ylari bo'ylari 75 plus minus aka. 75 plus minus olishaverasizlar. Arashan, hisori, xudo xolasa qo'yga joy tushunmaymiz-ku. Endi soni nechta aka? Aka soni ko'p xudo xolasa. Qayerda dastavkasi bor? Buni aka Toshkentgacha dastavka qilib beraman. Toshkentgacha. Narxini necha qilib berasiz? Narxini aka hammasini olsa ham kelib turib aka mana. Bunday qilib oyog'idan bitta tortib ketsa ham aka 4 million so'mdan chiqarib beraman. 39 dan chiqarib berasiz. Yo'q, unga qiynalmayman. 4 million so'mdan aka. Ay 100 ming o'tib berasiz aka. Bor aka 39. Bitta olsa 4 million so'mdan tanlab olishaveradi. Bor aka. Obunachilar 3 million 900 ming so'mdan aloqaga chiqasizlar, like bosasizlar. Hammasi qo'chqor aka. Hammasi qo'chqor aka. Hammasi qo'chqor. Xudo xolasa mana bundaqa bitta like bosinglar, oxirigacha ko'ringlar. Mol ham so'ragan obunachilarimizga mol ham bor. Soni nechta aka buni? Aka buning soni hozirda 12 ta. 12 ta. Sog'liqlari ham bor aka. Sog'liqlari ham bor, xudo xolasa qiziqqanlar. Qiziqishadi. Aloqaga chiqinglar, yurakdan qizartiringlar, hammani chorvasiga Alloh barakasini bersin deb biz videolarimizni tugatdik.